Ödürgen xarajatlarini bir uchini ko'tarib yubormasalaringiz shu kuyov bilan singilimizga sal qiyra boqiladi-da. Bu kishining ahvollari sal chataqroq. 2 oydan bir bo'lsin deb yuribdilar. Gapira olmaydilar. Tillari sal nodir. Men o'g'il to'y qilganimda pochcham kayfusdan kutgani o'rniga tillari tishlab olganlar. 3 santimetr uzilib tushgan. Aralashma. Kayfda emas. Pochchamiz majlisda gapiraman deb tillarni ishlab olganlar. Mana 2 oydan beri gapirolmaydilar dungda. Mayda gaplarning nima keragi bor? Qo'shinglarchi. Bu gaplarning hammasi tuhmat qarindosh. Bu kishining tilli tishlari tillarini sal tindalatdi. Qachon tilga kirsalar nima bo'lganlarini o'zlari aytib beradilar. Xo'sh, men nima deyotgan edim? Xarajatlar